Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Joriy yilning 22-yanvar kunidan tuman hududida sovuq shamol oqimi kuzatilib, kunlar keskin sovib boradi. Havo harorati -10 gradus sovuqgacha bo'lishi mumkinligini inobatga olib, xavfsizlik choralarini ko'rishingizni so'raymiz. Isitish qurilmalaridan foydalanganda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qiling. Ularni nazoratsiz qoldirmang. Nosoz va nostandart elektr va gaz qurilmalaridan foydalanmang. Ish va uydan ketish oldidan elektr qurilmalarini elektr manbayidan uzing va gazni o'chiring. Nosoz va nostandart isitish moslamalari va gaz elektr qurilmalaridan foydalanmang. Yosh bolalarni nazoratsiz qoldirmang. Belgilanmagan joyda ochiq olovdan foydalanmang. Propan gaz bolalarini yashash xonadoningizga kiritmang va ularni issiqlik ta'siridan saqlang. Gaz sizib chiqish yoki nosozlik aniqlanganda 1104 qisqa raqamiga murojaat qiling. Bir elektr rozetkasiga 2 va undan ortiq elektr manbalarini ulamang. Isitish pechi tutun kanallari, ya'ni mo'rilar tik holatda o'rnatilishi hamda atrofida yonuvchi mahsulotlar bo'lmasligi lozim. Isitish pechi tutun kanallari mutaxassis yordamida ko'rikdan o'tkazing. Isitish qurilmalarini nazoratsiz qoldirmang va ularga vaqti bilan dam bering. Is gazi rangsiz, hidsiz, ta'msiz zaharli gaz tarkibiga kirib, tabiiy gaz yoki boshqa muqobil yoqilg'i, ko'mir, yog'och va boshqalar to'liq yonmasligi natijasida yuzaga keladi. So'nggi vaqtlarda yirik savdo obyektlari va bozorlarda yong'inlar soni ortib borayotganligini inobatga olib, barcha elektr qurilmalari nazorat ostida foydalanishni hamda ish vaqti tugagach elektr qurilmalarini elektr manbayidan uzishingizni so'raymiz. Yuqorida keltirib o'tilgan yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagan taqdirda yong'in, is gazi zaharlanish, chaqnash va portlashlar bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlar yuzaga kelishi mumkin. Aziz fuqarolar, yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. O'zingiz va o'zgalar hayoti va mol-mulkini xavf ostida qoldirmang. Nobahor tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi